Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Sankt-Peterburgda 150 ta migrantga soxta registratsiya qilib beraman degan bir guruh qo'lga olindi. Ishi va sudga oshirildi. Diqqat qilamiz, soxta registratsiya bilan shug'ullanadiganlar va soxta registratsiya qildirib o'sha Peterda yuradigan aka-ukalarimizni ogohlantirib qo'yamiz. Agar siz soxta registratsiyani bilib turib qilgan bo'lsangiz, qildirgan bo'lsangiz, avtomatik bu narsa falshiviga o'tib va sizning ism familiyangiz o'sha dalnilaringiz turadi. Qachonki qo'lga tushadigan bo'lsangiz, to'shto sizning registratsiyangiz falshivi ekanligi ularga ko'rinib turadi. Jinoiy guruh 20 kishidan iborat bo'lgan. Ular orasida Kolpina tumani deputati ham bor. Guruh 2020-yil, 22-yillarda xorijliklarga soxta registratsiya qilib berishni yo'lga qo'ygan va bundan daromad olgan. Xorijliklarning registratsiyalari va u asosida olgan hujjatlari bekor qilingan. Demak do'stlar, o'sha Sankt-Peterburgda yurgan aka-ukalarimiz ehtiyot bo'lasizlar. Kim qayerda, qaysi adresda yashasa, o'sha yerda, o'sha kvartirada registratsiya qilishlaringizni so'rab qolamiz. Faqatgina o'sha originalni bo'ladi. Oralaringda kim bez dokument yurgan bo'lsa, mana ekranda nomer qoldiramiz do'stlar. Ikrom akani sizlarga tavsiya beraman. Qozog'istonga kirdi chiqdi qilib, bemalol katta zo'r mashinalar, inomarkalarga g'izillab borib olib keladi. Do'stlar, albatta Ikrom akaga telefon qilsalaring, sizlarni kirdi chiqdi qildirib beradi va do'stlar, bemalol dokument hujjatlaringizni chotki qilib zakonni yuringlar. Hozirda Rossiyada bilib turibsizlar qanaqa situatsiyaligini. Bilasiz, hozirgi kunda Rossiyada kurslar keskin tushib ketgan. Va sizga eng zo'r kurslarda pul yuborish ilovasi Tezdani tavsiya beraman. Tezda ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistonga Uzcard Humo kartalariga eng arzon kursda 0% da pul yuborishingiz mumkin. Bu ilovani yana shunday qulayligi borki, O'zbekistondan turib Rossiyaga pul yuborishingiz mumkin. Tezda ilovasini App Store'dan yoki Play Marketdan yuklab oling.